Hiç buradan koyup verersin şimdi. Rustamca oldingi partiyaga 4 million 800 million qo'ydimmi? Aha. Bu partiyaga 1 milliondan kam berilsin. Qanchadan bo'ladi? 3 million 800 million beraman. 1 milliondan kam. Gapmi? Lavizdan qaytishyoq, bor aka. 3 million 800 million. Dastavkamiz qayercha bo'ladi? Dastavkasi Toshkentgacha, undan yo kelishilgan. Joningiz sog' bo'lsa akalar, aloqaga chiqaverasizlar. O'rlarda qarang, haqiqiy olib qo'yadigan variantidan ekan. Buni arzonligiga aytmaysan buni. Bir joyga olib qo'ysangiz akalar yutasizlar. Jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'ying. Zo'rlardan jonivorlarni qarang. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, bugungi Xudo xolasa videoni zo'ri bo'ladi. Nimaga desaring, Qirg'iziston Bishkekda urg'ochilaridan so'rayaptirganlar juda ko'p edi akalar. Talab va istaklarga binoan bugun mana Qirg'izistonda urg'och qo'zlardan to'xli variantidan yetib keldi. Katta partiyamiz. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Qo'yadi haqiqiy zo'rlardan, toza variantlardan bir 10 yil xotirjam bolasini olaman deganlar bugun ekran qarshisiga o'tirib olib akalar, olmasalaring ham like bosib mazmunli video bo'ladi. Xudo xolasa like bosish esdan chiqmasa akalar, biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida syomka qilish arafasidamiz. Xudo xolasa kechki dasturlarimizga shu qo'ylarimiz chiqadi. Xudo xolasa akalar, bugun hafta kunimizga payshanba 2026-yil 25-iyul sanasi bilan Xudo xolasa Muzaffar do'stimizga mana qo'ylar zo'rlardan, tozalardan kelibdi. Muzaffar, assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi 3 partiya qo'yib beraman. Haqiqiy ma'noli, ma'rifatli video bo'ladi. Aha. Oxirigacha ko'rib, like bosib, maza qilib tomosha qilib qo'yamasangiz ham videoni ko'ring, maza qilasiz. Zo'rlardan, Haqiqiy zo'rlardan narxlari ham yengil qilib beradi. narxlari ham Xudo xolasa yengil. Xudo xolasa xalqni o'ylagan holda narx qo'yib beraman deyaptilar. Xudo xolasa sizlarga ham jabr bo'lib ketmaydigan qilib, Xudo xolasa chiroyli narxlarda yo'lida qilib chiroyli qilib beraman deyaptilar. Muzaffar, birinchi partiyamizga soni nechta? Ustamjon, birinchi partiyamiz soniga 10 dona. O'sha seleksiya qilaman degan obunachilarga tarqatib 10 dona. Mana uzunligini ham qaranglar. Qo'ylarni uzoqroqdan olib beryapman. Mana realni bo'lsin. Xudo xolasa qo'ylar puliga arziydigan chiroyli narsalar. Qo'ylar bor-ku, shaq qo'ydi ham damini beradi kerak bo'lsa. Shaq qo'ydi. To'xlini ham. Lekin hali yosh qo'z, 7 oylik abada qo'ylar. 7 oylik abada qo'y. 8 oylik abada qo'zlar. Qo'chqor Xudo xolasa avgustga qo'shaverar ekan-a. Ha, qo'chqorning zo'rini qo'shib qo'yishaveradi. Qo'chqor zo'rini qo'shib Xudo xolasa daromadini qilaman degan aka-ukalarimiz bugun telefonni qilaveradigan variantlardan ekan. Xo'p, bular 7 ta gramma muammosi yo'qmi mana? Xohlasam, muammosi yo'q mana. Muammosi mana oldi to'shlari, akalar stakan yo'q, hamma yo'g'i ubdor variantlaridan. Qo'ylarni qarang, haqiqiy zo'ridan olib ko'paytirib boqaman deganlar bugun aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, Muzaffar, bularni misol bitta ham sotilaveradimi? Nechtagacha endi Xudo xolasa telefon qilib? Bitta ham sotilaveradi, narxi plus minus bo'ladi-da, baribir. Bittaga ichi plus minus bo'ladi. Endi hoji bolalarimiz bor, misolcha pul yig'ib qo'ydim Muzaffar, buni qo'yingdan bitta, ikkita olaman desam berilaveradi, to'g'rimi? Yo'lda qilib beramiz. Yo'lda qilib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, buni obnashada ko'p kutiramaylik. Kun ham issiq, o'zingiz bilib turibsiz. Tas buni realni bahosini aytasiz. Hali ekinlarimiz bu yerda PR qilib, Muzaffar buni 6 dan qo'ysangiz men 5,5 dan bering, 5 dan bering deb unaqa gap so'z kerak emas. Taqalgani bitta narx qo'yasiz. Ustamjon, telefonlaringizni hamma ko'rib, bu tushunib oldi odamlarda, to'g'ri. Odamlarning ko'zi ochiq, shunga. Qo'zlarni masalan 7,5 million, 7 million qo'yishyapti, 6,5 million. Unaqa narxlar yo'q, yo'lda qilib beraman, ustamjon. Nech puldan qo'yib berasiz? Bitta narx ayting, men so'ramay. 5,5 dan qilib berasiz. Yo'q, 5,5 emas, Muzaffar. Kun issiq ko'rib turibsiz. O'zingiz ham tellashni boshladingiz. Tars narxini ayting, bo'ldi. Bo'ldi, ustamjon, siz obunachilaringizga so'rashmaydi. Bo'ladigan narxni aytaman. Tanlab olishga kelishamiz. 5 million 200 ming so'mdan dastavkasini qilib beraman. Qayergacha dastavkasi? Dastavkasini Samarqandgacha qilib beraman. Samarqandgacha qilib berasiz. Samarqandgacha ketaveradi. Joningiz sog' bo'lsin akalar, 5 million 200 ming so'mdan akalar telefon qilsalaring aytilganlar muhim emas. Telefon qilib ishlaring bitadi akalar. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi? Qo'y olaman deb telefon qilsalaring, xudo xolasa ishni bitirasiz, Muzaffar. Telefon qilsa, ishni xudo xolasa ishlarni bitiramiz. Qo'y olaman degan odam qo'yga yolchiydi bizga. Yolchiydi. Xudo xolasa akalar zo'rlardan kelibdi. Aloqaga chiqaring akalar. Keyingi partiyalar uddarba yana. Undan ham kuchlilar. Bundan go'zallari keladi. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqinglar, zo'rlardan kelibdi. Erinmasdan like bosib akalar qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Keyingi partiyamizga mana toza qonlilardan haqiqiy zo'ridan olaman deganlar bugun telefonni qilaveradigan bu jonivorlarga bitta ahamiyatni berib qo'ygan ekanlar. Bunaqasi ha deb ham kelavermaydi akalar. Like ga arzisa akalar, bittadan like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin akalar. Jonivorlarni qarang, haqiqiy ilg'izlar to'lgan, sutga to'ygan
Qo'chqarni zorini qo'shib, mana shu qo'ylarni 10 yil bolasini olsalaring akalar o'zi bitta ferma tashkil qilsalaring bo'lar degan o'ylardan. O jonivorlar dumbu boshlariga, quyruqlariga bitta e'tibor bering aka. Haqiqiy zo'rlardan, toza variantlardan. Akalar qo'yni ko'p maqtamaymiz, qo'y o'zini o'zi maqtar ekan. Bular ham urg'ochi, bari Muzaffar. Hammasi urg'ochi. Rustamjon, bu eng qiyin tomoni urg'och topib kelish qiyin bo'lib qoldi. Qo'chqar naval, seral, qo'chqarlar arzon. Misol Muzaffar gapingizni bo'ldim, lekin cho'ponlar ham urg'ochisini bermayapti. Nimaga o'zlaridan zot chiqarib ko'paytirishga olib qolishyapti. Mana bu haqiqiy bular tovib kelyapti mana Muzaffar. Akalar, shu mehnat qadrlagan holda bittadan laykchani tirsalatib qo'yasizlar. Soni nechta ikkinchi partiyamizga endi? Soni 13 dona, bir pachka. 13 dona. Pachkasini buzmay, ikkala partiyani ham og'o odam mazza qiladi. Mazza qiladi. Bitta joyga olib qo'yishsa, hammasi o'zi asli bitta xo'ra. bu jonivorlarga qarang, haqiqiy udor berdi. Bu yosh oyliklari qanaqa endi? Buni yosh oyliklari Rustamjon bir Gidayda bir 6-7 oylik atrofida bo'lishi kerak. 6-7 oylik. Biz bilmaymiz. Aha, siz ham endi olgansiz bularni. Tepasida bo'lmagansiz. Yo'lchi akalar 6 oylik plus minusga olaverasizlar mana. Haqiqiy zo'rlardan qo'chqarni qo'shsa bo'ladi degan aytadi. Suyagi butun haqiqiy qo'chqarni qo'ymasdan uy qo'shaveradi. Uy qo'shaveradi. Akalar bir 10 yil bolasini o'stirgan jonivorlarga bitta e'tibor berib qo'ying akalar. Jonivorlarni qarang. Xo'p, Muzaffar bularni bo'ybaslari qanaqa endi? Bo'ybaslari 70 plus minus bor, plus olishaveradi. 70 plusga olishaveradi. Xudo xolasa 70 xotirjam chiqadi akalar. Bu yuzlarini haqiqiy tiniqligini qarang jonivorlarni. Haqiqiy endi kun issiq akalar. Kun issiqda qo'yam yurishga nima qilyapti, lekin olib borib xotirjam sinab olishaverasizlar. Bir hafta 10 kun sinov muddati bor ekan mana. Bemalol. Xo'p, Muzaffar bularni bir joyga bitta obrachimiz tirseta olib qo'ysa, necha puldan qo'yib berasiz? O'sha 5 million kuzdan qilib beramiz. Nimaga 5 million kuzdan? U bo'ldi 5 milliondan beraman obunachini olmaza qilish. 5 paysa qo'yib bering endi bularni. 100 mingdan kam qo'yib beraman obunachilarimizga. 100 mingdan bo'lsa, undan Rustamjon yengil baraka bo'lsin, 4 million 800 ming olsin, bir joyga dastlabki qilib 4 million 800 dan. Tanlab olishga kelishamiz. Bir joyga olsin 4 million 800 dan dastlabkasini qilib beraman. Dastlabkasini qilib berasiz. Bir joyga akalar. Qo'ylarni qaranglar, haqiqiy zo'rlar boshlarni qarang. Jonivorlar ham kelavermaydi lekin bundaqa narsa. Bir kelib qoldi. Jonivorlarni qarang. Aloqaga chiqinglar akalar. 4 million 800 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabkashida savdosi bor, yakkalab olishga akalar. Xudo xolasa, bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi, telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Aloqaga chiqinglar akalar. Keyingi partiyamizga mana pul yengilidan, arzondan, sir xaridoridan so'raganlarga, oq quloq, oq yuzidan so'raganlarga mana zo'rlardan yetib kelibdi. Soni nechta bu yerda? Soni Rustamjon 6 dona. 6 dona. Asli o'sha seleksiya qilaman deydigan obunachilarga mazza qilishadi. Mazza qilib, bu jonivorlarni qarang. Haqiqiy qo'chqar ham boshiga kelgan bir dona. Qo'chqar bor mana mashinasida qo'chqar Rustamjon. Bir dona qo'chqari bor. Qo'chqarni ham o'sha zo'ridan qo'shilgan mana. Quloqlarni qarang. Xudo xolasa, yaxshi narsa. o'zi bilan ko'payib yuradigan variantidan. O'zidan ko'payib ketaveradi. Jonivorlar ko'payadi Rustamjon bular. Puli yengil bo'ladimi asosiysi? Rustamjon yengil qilib beraman dedimmi? Yengil qilib beraman obunachilaringizga. Qanchadan? Rustamjon endi bundan ikkinchi partiyani qo'ydim. Masalan, 4 million 800 million qo'ydimmi? Obunachilaringizga mayda chuda qilib o'tib bermayman. Buni 1 milliondan kamiga qo'yib beraman. 1 milliondan kamiga 1 million so'mdan. O'shanda qanchadan bo'ladi? Beraman o'sha vaqtda. 3 million 800 dan. 3 million 800 million beraman bularga. 3 million 800 ming so'm. Akalar ulgurib qoldi. Telefonni sirrazi qoqish kerak akalar. Aloqaga chiqaveradigan variantlar yetib kelibdi. 3 million xayri bormi aytilgan narxmi? Rustamjon, asli bizda aytilgan narx muhim emas. Telefon qilinsa, boyadan bitiramiz. Bitirib kelganmiz, bundan bayağı ham bitiramiz. Xohlasin. Olib tashlab qo'yishsa, keyin rahmatga kelishadi. Keyin rahmat. Turga pulda foyda yo'q. Bosib payt akalar, pulni arzonidan kelib qolganda ulgurib qolinglar. Jonivorlarni qarang. 3 million 800 ming so'mdan xayri bor. Aloqaga chiqsalaring, ishlaring bitadi. Jonivorlarga bitta ahamiyat berib qo'ying. Partiyamiz bormi, tugadimi? Rustamjon o'zi mana shu 3 partiya bugungi obunachilarimiz. Akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.